Uxlaganingizda ham, nafas olganingizda ham ozasiz. Chunki bu usul bilan modellar podiumga chiqishdan oldin 3 kunda zo'r ozib olishadi va bu usul bilan sizga tekinga bo'lishmoqchiman. Videoga like bosing, qani ketdik. Ko'pchilik ertalab uyg'onadi, lekin ertalabdan nonushta qilgisi kelmaydi va kun davomida ovqat yemasdan kechga borib ko'p ovqat yeydi. Mana shuni oldini olish uchun modellarning usuli bizga yordam beradi. Ya'ni uyg'onishimiz bilan 200 gram iliq suvga bir hovuch mayiz solamiz va 10 daqiqa uni tindiramiz. Mayizli suvimiz tayyor bo'ladi va buni och qoringa ovqatdan oldin ho'plab ichamiz. Keyin esa nonushta qilish emas, bir stakan achchiqni ko'k choy ichish tavsiya qilinadi. Ikkita ichimlikni ketma-ket ichganingizdan keyin yarim soatdan keyin bemalol nonushta qilsangiz bo'ladi. Nonushtada qaynatilgan tuxumning oqi 2 dona bodring bilan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bu usulni 3-4 kun sinaysiz va kamida 2 kilogramm vazn tashlaysiz. Retsept manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va shunchaki yo'qotib qo'ymaslik uchun siz aniq bajarishingiz uchun saqlab qo'yishni unutmang.